Inchon bilan Jungnamda ikkovi ham bitta universitet, bakalavr, u universitet ham obro'li 4 yillik universitet. U yoqqa kirsalaringiz, ota-onalaringiz ham taklif qilsangiz bo'ladi. Shu universitetimizga talabalar kerak. Juda ham Albatta, ko'p miqdorda. juda ko'p miqdorda qabul qilmoqchi. Va bularning bitta plyus tarafi, agar sizda topik 3 darajadan yuqori bo'lsa O'zbekistonda, yo bo'lmasam IELTS 5,5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, topik 3 ga 100% skidka, IELTS 5,5 dan yuqoriga 30% skidka. O'shanda 2,700,000 won chiqyapti IELTS'lilarga. Dollarda hisoblaganimizda где-то bir 2000 yo 1800 dollar atrofida chiqyapti hozirgi kurs bo'yicha. Va yana bitta qulaylik tarafi D2 va D4 va D10 vizada yurganlar bor-ku Koreyanchida. O'shalarni ichki imtihon bilan qabul qilamiz, topigi bo'lmasa ham deyapti va ichki imtihon asosida o'tadigan bo'lsa, Inchondagiga faqatgina 20% skidka, lekin Jungnamdagiga 100% skidka bermoqchi. Ya'ni ichki imtihondan qabul qilingan taqdirda ham 100% skidka bermoqchi. O'shaning uchun mana shu universitetga zudlik bilan birinchi bosqich 30-maygacha faqat chet eldagilar bilan Koreyadagilar topshirishi mumkin va ikkinchi bosqichda polni Koreyadagilar topshiradi. O'shaning uchun O'zbekistondagilar agar qiziqsanglar, mana shu universitetga 30-maygacha tezda topshiringlar. Biz International kompaniyasiga murojaat qilsanglar, biz o'sha kitobchasini mojib yozgan bo'ladi. Kitobchasini beramiz. O'shani ko'rib chiqib, o'zingizga ma'qul yo'nalishni aytsangiz, biz Uz International nomidan qabul qilinadi, topshiriladi va talabalar xudo xolasa to'liq qabul qilinadi.